бинандагони азиз, боз як мактуби шикояте аз мавзеи Тошқураи ҷамоаи шаҳрвандони маҳаллаи Офтобру дар бораи тақсимоти об нағз набуданаш ба мо рафта расид ва чун дида истодед онҳое ки ба ин ҷо ҷамъ омадан дар бораи тақсимоти об нағз набуданаш ба унвони студияи телевизиони Сух шикоят карданд. Барои рӯшана андохтан мо ба ин ҷо ташриф овардем. ҳозир ба мутахассисон занг задем ки онҳо янчи дар бораи тақсимоти об онҳо чӣ фикр доранд ба шумо пешкаш мекунем. маъмо ҷӯя халқ мекунанд, ширкату мехӯрад. мо ва 72 гектар Тошқурани замин бас. 1 гектар замин ба 1 соат об медодем мирова амин ҷӯям гардад. Анакин 72 соат мо унда об доданашон дар кор бошад ва ё мо ва 24 соат об досан 40 соат мо гум. Анакин 400 хуҷалик ай. ин 400 хуҷалик ба 24 соат тақсим кунед 8 минути ҳам вақтамон нарасос об доданда натонисодем. аз ин замини сангроф рафтани об худаш душвор аст. имрӯз ки ҳаво ба 39 гармиш рафта расид. гармии ҳаво заминамо сӯхта бирафсос. томархоҳи ҳавлӣ. мана як чизе гуфтед ки шумо вақте ки дар хонадонҳо гашта дар бораи аз замин истифода бурдан фикру дархост кунед, мо ҳам хулоса бароварда имрӯз ба замини ҳавлӣ мана ҳама маҳсулотҳои полизӣ шинонем гуфтед. мана ҳатто бодринг ҳаст, помидор ҳаст гуфтед. ҳама чиз ҳаст, лекин аз сабаби набудани об имрӯз хишра бирафс. гумсос хишра бирафс. мо 6 дақиқа заминда аги аввал 10 дақиқаш хона кавушам 400 дақиқа екна моайми. 400 дақиқа мо об нест монда. ин кай бози муаммо? ин муаммо амина анча бози. амина ҳам куча омадем ки муаммо ҳай. мо солуқ дозим дага карсим, ҳаминҷа назиндака гаштем. заминро налог спурсе? замина мо тоифаш паст, мо тоифи яъни ровон сентр катям. тоифи замини мо. замини гӯшти кати? замини шағоли бароварсос солуқ мо. ина ишки дида набромасоз. ҳамин чиза ма мефтаги ҳам чиза дида биромада солуқи ҳамин тоифи заминам айби мос кунам. албатта инчиро ман ба инспексия андоз ҳам суҳбат мешавам. шумо чӣ хел фикр доред? фикри ман якта ин маҳалла ҳамин хел ки домани 4 сол 5 сол боз ҳокиму оли шидиам ҳамон кора мекунем гуфта накарда бирафтан. ҳозир он маҳалла кадом вақт мо ҳам мошгул мешавад. ана ҳаминҷа мо як турби 600 пластмассове ката об барда холӣ ка метиҳад ҳеҷ чизи муаммо намешавад. ҳозир ин кран ин крано мана инҷа нав кашида бирафтан ва бозам биридиян хона задиян ин кора ката ҳал намешавад. чона ҳамино гуфтаги бонед замина тоифаша дида биромад наллика замини гӯшти ката баровар гирифтияд. дар замини шумо назди ҳавлина чӣ ҳаст? чӣ коштаги шумо? картишка ҳай, сабза ҳай, ҷавара ҳай, акен мундагиш молу колбади акен. лекин об нест. об нест. об қинамеш. як ҳафта невор ман аппас мотор кати мекашам, пили обам метиҳмад. ҳамин айн хел замини шағолчоқи. дар ҳақиқат ҳамдиёрони азиз, мана ҳар як мутасадди худашро дар ҳолати инҳо худашро монда диданаш якор аст. агар дар замини назди ҳавлии мо худамо роҳбарон агар ҳамин хел сабзи, картошка, пиёз, дигар маҳсулотҳои полизӣ беоб монад, мо худамо чӣ кор мекунем? ба ки муроҷиат мекунем? ва барои чӣ муроҷиати инҳо дар вақташ ҳал намешавад? мана ҳозир шахсони мутассили оянд ба онҳо мо ҳамсуҳбат шуда ба шумо пешкаш мекунем. аз ҳамин ҷое ки шумо дида истодед, ҳамдиёрони азиз, об ба мавзеи Тошқура ва ба замини фермерон тақсим карда мешудааст. ва дар ҳақиқат имрӯз даҳанаи замини томарқадорон, онҳое ки дар хонаашон киштукор кардаанд, албатта маҳкам карда шуда, чунки инҳо дар давоми 24 соат 400 хонадон об хӯрданашон дар кор аст. лекин обе ки ба замини фермерон рафта истодааст, дар пастар ки мо дидем, об беназорат дар кӯчаҳо рафта истодааст. агар шахсони мутасадди ба ин рӯшанӣ меандохтанд дар бораи имрӯза ҳаёти онҳое ки аз об ба мо шикоят карданд хабар мегирифтанд, хеле хуб мешуд. албатта мана ҳозир дида истодед обро чӣ қадар ба он ҳудуд ба замини фермерон рафта истодааст. мана ҳисобу китобу карсиян.
Mana hozir obro albatta chen karda istodigan chiqadar ob mavzei Tошқура рафтасиz, chiqadar ob ba zamini fermer рафтасиz. Mana hozir bavoni ho ham suhbat shida ba shimo albatta روشن میاندازه. masalasini gaplashaylik. Batqozdan odam keldimi? Hozir handamaga kelyapti. Buni hozir o'lchadik. 308 litr suv bor ekan. O'shani qarab taqsimlab beramiz. Endi qilamiz. Dehqon xo'jalik bor, shirkat bor, aholi bor. Grafikda qilish kerak. Hech litr suv yetib kelish kerak o'shani. Qattiq yo'qolyapti, qattiq bateriya bo'lyapti. Suv shekacha kelsa bu yog'iga ketaveradi. Hozir o'rtoq prokuror hozir batni o'lchadik, 308 litr bor ekan. Hozir boshini borib o'lchaymiz. O'sha o'rtada necha litr suv bateriya litr kelish kerak, mana shu yetib kelish kerak. Hozir aslida batga 0.7 ni olib kelasizlar mana shu kecha. 0.7 mana shu kecha keladi. Ana mana bu tepasida keyin avron deydi. Grafik qilib bo'linadi. Necha kun tomorqachilarga, necha kun qishloq xo'jalik yoki shirkat xodimlariga. Kelishdingmi? Hamdam aka nima deysiz? Yaxshi gap, shunga kelishaylik. Qani, ota-bobomiz paytdan beri mana shu ariq bor. Biror marta bir turg'ba qilib boshqa 3 kilometrga turg'ba hazlakan mablag' bo'lmaydi aka. Shu. Undan ko'ra avron qilaylik, grafik qilaylik-da. Mana shu ariqda necha litr suv mashqa kelish kerak bo'lsa, marhamat qilib Batqozda odamlar quvib olib bersin miroblarimiz, siyur odamlar. Bu yo'g'iga mayli 2 kunmi, tomorqachilarga necha kun bo'lsa beraylik, qolgan kunni bu yoqqa beraylik. Muammo yo'q. Agar buni suv tashlama deymizda biz dehqonlar. Agar shu suv tashlama qilib bersak, bir narsa egallab olamiz. Nimaga? Agar buni bor suvni uch turga bo'lsak, baraka qolmaydi. 2 kun misol qishloq xo'jaligiga bersak, misol uchun-da 3 kun yo'q xalqqa berish kerak, yo'q 3 kun qishloq xo'jalik. Shunaqa aytayapman-da, buni hozir bo'lsa. Hozir bular aytayaptiki, berganingizda patera bo'ladi haqiqatan ham. Mayda suv yo'lda yo'qolib ketadi. Mana shuni aytmoqchiman. hozir bular handam aka aytdiki, 24 soat suv berar ekan. 400 xonadonga 8 minut taqsimlab chiqdi, 8 minut 7 minutdan to'g'ri kelyapti. Ha, uyiga. O'shada mana shuni hozir Farhod aka o'zi aytganda, yo 2 kun, yo 3 kun Tошқураga, 3 kun fermerga burib berish kerak. Bitta odam shu yerda turib, fermer ham 3 kun betga tegmasligi kerak, Tошқура 3 kundan keyin betga kelmasligi kerak. Hozir suvni xodimlarini almashtirdik. O'zlarining ichidan bitta odamni tanlab berishdi. Men aytdim, shuni gapiga quloq solgan odam kimga quloq soladi desam, mana shu bolaga deyishdi. Значит, bu yerdagi ishini boshqa joyga o'tkazib olib, o'shaning o'rniga o'sha yigitni qo'ydik. Mana arqamizda turibdi u bola. Shu yigitni qo'ydik. Endi o'sha aholiga ketadigan kuni suvni xodimlari ham chiqish kerak. Chiqib suvni dahanalariga bitta-bittadan bo'lib olish kerak uka. Siz bilim o'shaga ekansiz. Har bir dahanaga bittadan odamingizni qo'yasiz. Bu suvni xodimlar hamma joyga kerak emas-da. Misol biz tomonga umuman kerak emas. Bu tepa tomonga. Chunki o suv yetarli. Obishni soyga kerak emas. O'sha xodimlarni ham olib kelib bittadan dahanaga Nimonjon, bu sangan ta'lug'i borda sen bo'lasan. Bittadan dahanaga qo'yishing kerak. Bular faqat suvga qarash kerak, sizlar yetkazib berishlaring kerak. Vazifalaring ham shu. Endi bular talab qildiki, Farhojon 3 kilometrga nima qilishimiz kerak turba. Aslida kecha Alom akam iltimos qildi menga, shu ishni endi tashkillab bermasalaring bo'lmaydi. Shu buloq chashma bulog'idan bitta ariqni kuzatib keldikda, oxiriga kelib 3 dan biri yo'q suvda. Aka ko'rdingizmi dedi, birinchidan vaqtdan yutqizyapsizlar dedi. Ikkinchidan spareniya katta, to'rtinchidan bateriya katta deyapti. O'shani bir odamlarga, xalqqa televideniya orqali o'tirishlarda aytib turinglar deyapti, turba qilsin deyapti-da. Hozir turba bemalol chiqyapti ekan 40 yilda. O'shanga endi hozir suvda mablag' yo'q ekan. Hozir gaplashdik. Agar mablag' bo'lganda ham bir 50% ni o'sha suvdan bo'lganda 50% ni bu xalq o'zi tortardi. O'shanga endi bu yilni yangi tashkilligi uchun hech imkoniyati bo'lmayapti. Endi bilmayman rais qanaqa fikri bor yana xalqning nomidan siz nima desam bilmayman. Lekin agar turba qilsak,
konkret mana shunday bo'ladi bu narsa. Hozir mana bu yerdan suvni qo'yshangiz 26 ta ko'cha bu. Bular bo'shidan battan bo'shlanadi. Vaqti. Bu soatda ko'chalar ustatan oladimi? Oxiri bizga borganda bular suvni o'chib tashlaydi. Mana birontasi chiqmadi-ku hozir. Suvni o'chib tashlaydi, bizga bu suv bormaydi. Chunki bularni qoni to'g'ri endi. O'shaning uchun Limonjonni odamlari kontrolga endi olishi kerak. Andaqa narigi tomondan bo'shla, narigi tomondan qilish kerak. Boshqa. Suvni boshqa bu. Mana bu uchastka boshlar. Uchastka boshlar. Bu rayonni suvini boshlar. Fermerlarga 1 soat 19 minut ekan. Hektariga. Ozgina qisqarib shularga berish kerak aholiga. O'zi to'marqizchilardir. O'z narsa yetmaydi. Aka, bo'lmaysiz. Grafik qilasiz. Masalan, 3 kun bularga, 3 kun bularga qilib qo'yasiz. Ha, shu yaxshi. Ana o'shanda yetadi. 4 kun fermerlarga, 3 kun aholiga bo'ladi. O'shanda shuna qilsak baraka kelish kerak bo'lgan litr to'chni keladi. O'sha yetadi. Bosib boradi suv. Voy, mayda suv qilsangiz aka, yo'lda конечно isparaniya bo'ladi. Ketyapti. Endi hamdamaga sizatgan truba qilish, 3 kilometrga truba tortish katta pul bo'ladi. Shu. Hali u ham bo'ladi. Lekin hozir imkoniyatimiz bor. Shu paytgacha o'tgan yil, undan oldingi yillarda mana shu aroqdan imkoniyat qilingan. O'sha ota-bobomiz kelgan imkoniyatni qilamiz. Ya'ni 4 kun qishloq xo'jaligiga beramiz, 3 kun aholiga. Faqat bosib berish kerak. Shunga shirkatchilar rozi bo'ladimi? Mana 4 kun shirkatga bersangiz, 3 kun aholiga bersangiz, Endi uni roziligini so'rasak, hech kim rozi bo'lmaydi. Ular ham rozi bo'lmaydi. Lekin buni biz vazifamiz qilib berishimiz kerak. albatta. Ta'minlash kerak. Ta'minlash kerak. Bir Xalqni ham mayizda hamma boqishimiz kerak. birga ko'rish kerak. Xalqni ham boqishimiz kerak. Lekin xalqni rizqi qishloq xo'jaligida mahsulotini ham ko'ydirib tashlamasligimiz kerak. Buni ham xalq to'g'ri tushunishi kerak. Bu ham kerak. Ha, bir yilga 6000 tonna bug'doy ketadi suqqa. O'shani o'zimizdan ishlab chiqarishimiz kerak. 80 sentnerdan bizga reja qo'ygan hozir. O'shani ham biz berishimiz kerak qishloq xo'jalikka. Lekin bularni ham tashlamasligimiz kerak. O'sha uchun mutaxassislar Limonjon qo'l sanini o'lchagan. Gektariga bo'lasan, to'g'ri aytyapti Baroijon. Gektariga qancha sotiga bo'lsa, yaxshi chiqadi. Soti qilib jamlaysanda gektariga urasan, Hozir suvni o'lchab chiqdik, 308 litr ekan. Battaga suv. 308. Ha, hozir borib o'sha boshini o'lchaymiz, lagerni tepasini. Qancha o'rta necha litr patera bo'ladi. O'sha paterani oldini olishimiz kerak. O'sha noqonuniy. Pateriyami, yo'lga boshqasi noqonuniy olib ketyaptimi? Pateriya bunchalik bo'lish kerak emas. Sizda ko'proq yo'llarni noqonuniy olayotganlar bor. Shuning uchun aka, qonuniy chora bor. ko'ring, nechta damba bo'ladigan bo'lsa yo'lda, har bittasiga odam o'tkazing kerak bo'lsa. Suvga haydab qancha chora bor? Hozir o'rtoq prokuror misol biz noqonuniy hal qilib, agrar inspeksiyaga beramiz. U Kubasiga ham jarima oladi, ham unga ma'muriy qiladi. Voy, material qiladi. Material qiladi. Mani qo'limga grafikni beringlar. Kerakli yana tashkilotlarga beringlar. Mana shu grafik kunlari avvalambor shirkatdagilarga ham, shirkat a'zolariga ham, ijarachilarga grafikdan berish kerak. Qaysi kunlari suv bo'lishini bilib, Mana televizorda e'lon beraman. O'zlari o'sha suv tegadigan kuni, avron kuni Kutib turadi. Kutib tayyorgarlik ko'rib turadi. Aroqni tozalaydi. Aholi ham qachon suv olishini biladi-da, shunga tayyorgarligini ko'rib turadi. Ana shu ma'qul ish. Kelishdingmi? Niholakone ki imroz sar ba falak kashida istoda budan az tashnagi va az nabudani ob imroz sar ba zamin karda holati nadorand ki imroz baroyi zamin baroyand. Xudoy mutaol hazorha rozi hastim chunki dar vaqtash boron dod. Agar boron namedod hozir chiqib kimda kartishkaro dide istodat hamin kartishka ham namebaromafta. Piyoz ko'ridagi hech piyoz nabroman mun suxta grafikino. Ya'ni zamin misol باو میشه یکنا چوش کتا مثلا قواز اومد ما به اومد یکنا چوشید منا به او موندگی من دومان بسیار بود اوم نیست یا دیده برومده او تامین چون که هر یک وجب زمین امروز در نظارت پرزیدنت ما با واسطه تلویزیون البته بانگ زده اگر ما همین خیل فکرهای ما گفته اگر اینها من در وقتش اجرا کرده من از زمین استفاده برداده شده من محصولات پالیزی شناندیان همدیاران لیکن از نبودن من آب در اینجا اوهایی که دست داده به حالش میمون میگیرد
бинобар ин инҳо ба унвони студияи телевизиони Сух занг заданд ва ман ҳозир чихеле ки худатон дидед ба ин ҷо прокурори ноҳия, раҳбари сектор, ҷонишини ҳокими ноҳия ташриф оварданд ва дигар шахсони мутасадди. мана муаммо имрӯз то бегоҳ албатта ҳал карда мешаванд ва мо дар барномаи пагоҳина ба шумо дар бораи ба ин ҷо чанд соат, чанд рӯз чӣ қадар об дода мешавад, дар ҳаҷм чанд куба ва ба хоҷагоҳи фермер, арендаторон, иҷоракорон чӣ қадар об дода мешавад, албатта дар барномаи пагоҳина ба шумо рӯшана мезанам.